Assalomu alaykum bizani kuzatayotganlar. Ko'plab bizdan maslahat so'raydi. Aka, qanday qilib sex ochsam bo'ladi? Nima qilishim kerak? Yangi sex ochmoqchiman. Bu sohada ishlaganman ko'p deb, shunga bir harakat qilishyapti. Men sizlarga azizlar bir yaxshi taklifni beraman, yaxshi maslahatni beraman. Biz sizlar uchun shuncha mana tovar tayyorlab qo'yganmiz. Mana assortiment xilma-xil. Shuncha assortiment. Sizlar o'zinglar tikuv sexi ochib, uni ichidagi muammolari, ishchilarning oyligi, boshqa svet, gaz, umuman hamma rasxodlarini hisoblab ko'rsangiz, siz sex ochishingizga hozir hojat yo'q. Chunki shu mollar hammasi kilolar mana. Shu mollarning hammasi kiloda. Qiynalmang, undan ko'ra sizlar shu mahsulotlarni kilolab olib ketib, o'sha joylaringlarda sotuvni zo'r qilib yo'lga qo'yinglar. Zo'r qilib yo'lga qo'yganinglardan keyin agar o'sha sotuvda o'sha mahsulotlarni sotib uspet qilmasanglar, undan keyin o'sha yo'nalishda sex qilinglar. Mana sizlarga qancha tovar kerak mana. Sochuv deysizlarmi? Mana assortimentda. Mana banni xalat deysizlarmi? Hammasi shu yerda bor. Hozirgi vaqtda tem bo'ling. Hozirgi vaqtda ayniqsa sex qilishga shoshilmanglar. Sababiki sexni o'zini yaxshigina muammolari bor. Undan ko'ra shu mahsulotlarni olib boringlar. Mahallada, qishloqlarda sotuvni yo'lga qo'yinglar. Yana kelib, yana olib ketib, оборотni kattalashtiringlar. Bu yerda 100 mingdan tortib 200 minggacha bo'lgan kiloli mahsulotlar. Mana sifatni ko'rsanglar, assortiment juda ko'p. Mana mahsulotlarning vidlari. Mana mahsulotlar. Assortiment. To'la, mana ko'ryapsizlarmi? Qancha mahsulot kerak? Sizlar tikib, sexda qilib chiqarganinglar bilan bu yerdagi narxga sizlar raqobat qila olmaysizlar. Shu mahsulotlarni olinglar, olib borib sotinglar. Yana kelinglar, yana sotinglar. Savdoni qilinglar undan ko'ra. Mana sizlarga zo'r maslahat. Mana mahsulotlar assortimentda. Mana assortimentlar. Mana dvoykalar. Xilma-xili. Mana kuzgi bolalar uchun dvoykalar mana. 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan mahsulotlarning hammasini shu yerdan topasizlar. Optim baza. Kelinglar. Kelmagan taqdiringlarda ham onlayn qilib chiqarib yuborishadi. Onlayn zakaz berasizlar. Telegram kanalni qo'yamiz. Shu yerdan har bir mahsulotni o'zingizlar zakazini berib olasizlar. Mana. Mahsulotlarning fotosini tashlab bersanglar, o'sha mahsulotlardan yig'ib berishadi sizlarga. Mana assortiment. Mana bularni qaranglar chirinligini. Shu mahsulotlarni olib borib sotinglar-da, yana kelib, yana olib ketib, kelishinglar ham shart emas, zakaz qilsanglar yetkazib berishadi. Dastavka qilib berishadi. Dastavkani taksini o'zini pulini sizlar berasizlar. Dastavka yig'ish uchun oldindan ozgina to'lovini tashlab berasizlar, bular dastavkani yig'ib berishadi. Keyin qolgan summani tushirib mahsulotni jo'natib berishadi. Viloyatlaringizga, agar viloyatlarda bo'lsanglar, assortimentni yukla. Mana. Kimga qiziq bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Xudo xolasa keyingi mahsulotlarimizni mana ko'rib borasizlar. Keyingi mahsulotlarni ko'rib, xudo xolasa zakaz qilib turasizlar. Telegramga a'zo bo'lib qo'yinglar. Sizlarga yaxshi mahsulotlardan tashlab turamiz. Shuning uchun sex ochib qiynalmanglar, mahsulotni olinglar, optim olib sotuvni zo'r qilinglar-da. Yana choshib kelib, mana shu mahsulotlarni sotib soqqani qilinglar. Eng zo'ri shu. Ularning kilosi 85 mingdan 100 minggacha sochiq assortimenti mana. Xilma-xil. Mana assortimenti. Buni sochiqchi do'stinglarga jo'natib qo'yinglar. Qancha sochiq kerak bo'lsa, kelaveringlar. Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonga bemalol jo'natib yuboramiz. Zakazni qilaveringlar. WhatsApp, Telegram
Instagramdan yozsanglar, kontaktlarga aloqaga chiqsanglar, shunaqa assortimentda har xil sochiqlar, banni xalatlar, trikotaj kiyimlarini yetkazib beramiz, xudo xolasa.